Bilasizmi, pedagoglar bor-ku, faqat 5 baho, 2 baho qo'yish yoki uni jerkish yoki uni tarbiyalash emas. Pedagogning asl o'zi ishi nima bo'lishi kerakki, ota-onaga bolasini qobiliyatini belgilab berishda yordam berish kerak. Ya'niki mana bu o'g'lingizda misol uchun matematikaga zo'r ketyapti. Yoki misol uchun bu bolada fizikaga qiziqish bor, ximiyaga, biologiyaga, boshqa направлениyadan berib, shu bolani 11-sinfga borgunga qadar bola o'sha bilish kerak. Men doktor bo'laman. Men injener bo'laman. Men dehqon bo'laman. Men fermer bo'laman. Men mana buni qilaman deyish kerak. Men zo'r agronom bo'laman deb qilish kerak. O'tda men o'qimasin demoqchi emas edim. Men o'tda bitta narsa aytdimki, trend bo'lgan IT sohasi, trading, hozir mana hamma joyda trading o'rgatishyapti. Tradingga kiringlar, anu qilinglar. Kursdan so'rasangiz falon puldan-da. Bu kasb emas-da, endi olib qarasa-da. Hech bo'lgan narsa bolalarni o'qimasin demadim. Alloh bergan talanti, qobiliyati va qaysi sohaga unda ishtiyoq bo'lsa, ana xuddi o'sha sohada bolani направление berib, u bizani, ya'ni ota-onalarni, kattalarni, maktabdagi pedagoglarning ishida o'zi asli.